kambag'al tuyani ustida yursa ham it qopadi degan gap shunday bo'lsa kerak. Yangi chiqqan utilizatsiya qonuni juda ham vahshiy qonun. Rivojlangan davlatlarda ham bunaqa qonun yo'q. Dubayda bor 20 yillik mashinani chetdan olib kela olmaysiz. Yevropada bor 40 yillik mashinani chetdan olib kela olmaysiz. O'zingizning mulkingizga teginmaydi. Amerikada mana 40-yil, 50-yil mashinalarni minib yuraverishadi. Texas motordan o'tsa bo'ldi. Bular kayf qilish uchun minishadi, maza qilish uchun minishadi. Bizda bechara kambag'al majburlikdan minyapti. U kayf qilish uchun minmayapti u mashinani. Uni olib qo'yyapti mashinasini, paqachlayapti. O'rniga na imtiyozli kredit, na boshqa mashina, na alternativ yo'l berishyapti. U bechara bolasini bog'chaga qanday olib boradi, maktabga qanday olib boradi, xotinni doktorga olib borish kerak. Tomiga bagaj qo'ygan, u ishlash kerak, mehnat qilish kerak, oila boqish kerak. Qanday boqadi? Ekologiyani bahona qilishyapti. Ekologiya bahona bo'la olmaydi. Chunki u mashinalar metanda, propanda yuradi. Ular juda ham toza hisoblanadi. Даже elektromobildan toza bo'lishi mumkin, lekin chirkin emas. Elektromobilni ishlab chiqarish uchun ancha yer qazilmalari kerak. Uni zapravka qilish uchun elektr energiya, ko'mir yoqish kerak. Bizda atom elektrostansiyalari yo'q. Ya'ni elektromobil juda ham sporni. Uni utilizatsiya qilsangiz elektromobilni batareykalarini 1000 yil daraxt o'smaydi. Sporni momentlari juda ham ko'p. Bu yerda bir narsani tan olishimiz kerak. Qorni to'q bilan qorni ochni ishi bo'lmay qolgan. Hamma gap ana shunda bo'ladi.